Allergik toshmalar butun badanda to'satdan birdan boshlanadi. Toshmalar, mana chaqaloqlarda toshmalar allergichnimi yoki yuqumli ekanligini qanaqa qilib aniqlasak bo'ladi? Yosh onalarga maslahat bersangiz. Yosh onalarga maslahatim, masalan, allergik toshma bo'lsa, to'satdan paydo bo'lib, to'satdan butun badanni hamma joyida toshib ketadi. Yoki u yegan narsasidan yoki ichgan dorisidan nimadir chaqsa yoki nimadirdan bezovta bo'lsa, tashqi muhitdan bo'lishi mumkin. U toshmalar to'satdan paydo bo'ladi. Riski o'sha momentda o'zida. Agar yuqumli toshmalarni farqlaydigan bo'lsak, yuqumli toshmalarda hammasida toshma toshishdan oldin 3 kun davomida, 4 kun davomida isitma ko'tarilishi bilan boshlanadi. Yoki gripp belgilari bilan, shamollash belgilari bilan boshlanib, keyin toshma toshishni boshlaydi. Toshma, masalan, qizamiq, skarlatina, ba'zi toshmalar misol keltirib oladigan bo'lsak, etapnisda bo'ladi. Birinchi o'rinda ko'zi, yuzidan boshlab tanaga, badaniga, oyoqlariga keyin chiqishi mumkin.